Bo'la. Aldırma apa, vaqtga jiq tursan. Vi? Agar dadam mashina qapirib qo'yamiz, yaxshi bo'ladi, yaxshi-ne, dada. Ha, mening bugun yig'inim bor, men sendan oldirash. Bo'ldi. Men qapirib qo'yaymi? Bo'ldilar apa. Siz yaxshining qo'limdan yetilab, menga qapirib qo'yasiz shu. Boshqa ish qilmaysiz. Shu? Ayras. Bugun tushdi, birak chiqmaydigansan? Yo'q, bo'ldi. Qana tamoq kelaydiganmi tushda? Telefon qilay. Avval qarab, qayda ko'z kelaymi? Ha, ma'qul. Tezroq bo'la kechikib qolsa deyman. Vaqtida ma'qul bo'ldi. Mundada hozir jahon mushunda bo'lib ketdi-da. Mushunda bo'lib ketdi. Voy men nada qolgandim-a? Voy mush uyga kelib yasab bizab tayaq. Yasab bizab ben men tayaq qilib birdi, pulni bersak. Ana anda qil, mana qil desek, deganimiz bo'yi chiqib birdi. Uydan taloq chiqmagan ekan, yeshimini uqmayli qansizlar. Lekin Davud qo'shilarmi dema buni? Davud? Davud deb. O Davudning uy xiyolida bormi yo'qmi sizlar bilamlar uni? Voy qiziq gap nima ish qilyapti o'tag'i. Qiziq gap qilma ishimda. O'g'o shu. Akish degan to'ydan keyin hammani unutib ketadi ekan. Shu men bo'lsam-mo bir isik selib, optara xotirlay deyman. Uni buni degan bilan hash-pashdacha bizga 20 yil bo'lib qopti emasmi ishimda? 20 yil. Hozirgi erlarchi qaqani faqat bilmaydi. Ha, ras. Birinchi binodagi Fatimani taniydigansiz? Ha, taniyman. Uni erchi qarang. Tala qarab qopti. Tala qarab qopti? Voy, u erbi baqqamlashgan, bekkilishgan bir ermi emas-ku. Voy, Fatimani yartib aqib o'tag'ini xush bo'lsin-chi. Ey, pul bo'lsin qarang. Jangal sho'rpa deb. Buni bilasiz. Atdiganda deb ko'nglimni bir qismali qildingiz-a. Davudga xo'sh bo'lsam bo'ldi ekan juma. Og'zimdan chiqqanni qilib bergan, ko'nglimni shunda aygan men bo'lsa. Qilib bergandamni ko'ramiz xon. Uning ko'nglida nima bor? Sizlar yerda uydan taloq chiqmaydi. Uyni jo'ngshib qilma, oni qilma deganlar bilan. U nima qamda? Qiziq gap qilma ishimda. Bo'ldi. Alma o'yinliqqa bizab berdiganning telefoni o'zi avatib turing. Telefonga bor. O'zim qilaveray bo'ldi. Voy, hamma ishnimi? Nima ish qiladi? Ya bo'ldi, men uni tuyuqsizmi bir jinsi bermoqchi. Tuyuqsizning bilmamdi qarshi uning ishini bilguchilik yo'qdek. Ma'qul. Telefon nomerini yo'llab berdim men. Ma'qul. Men ishning hammani deb qo'ydim. Qag'inni o'zingiz bilasiz. Tushunma? Ma'qul. Uydan taloq chiqmay, hech nima ko'rmay, o'yda bayram qilgan chiqish yo'q. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Ma'qul. Anda olsa, ben ishdan tushib berib elavlay ekan. Ma'qul, rahmat. Xo'sh emsa? Ha. Shunda. Shu to'y xotir kunimizda shunga hozirgi mod bo'layotgan shaklda yasab bergan bo'lsanglar. Ha. Voy, nimanchi qimmat? Voy, bizning uy unchilikmi cho'ng emas, ukam sal muvofiqroq bahoda qilib beringlar. Ha. Ma'qul. Men hozir undidarda qo'shib sizni anandan keyin tanlab beray. Ma'qul. Rahmat, avar qildi ham bo'ldim. Xo'sh. Men chiqay. Mening bozorga bordigan ozroq ishim bor. Ma'qul ishimda. Bo'ldi, uzatmam bo'ldi. Voy. Mana. Voy, qanday yaxshi. Kiranglar. Nechagil qo'yapsizlar? Yaxshimidi? Yaxshi. Tez bo'libsiz-mi? Bo'ladi, ish qilib, ishlar qildik. Amis ukam, mush hozir moda bo'layotgan eng
romantik, chiroyli bir qilib beringlar. Uni xotirjam bo'ling ada. Biz just taqib turamiz. Ma'qul. Bunda adamda ishimizni boshlab beraylik. Voy, to'xtanglar bir piyoz. Ya rahmat ada bo'ldi. Bo'ldi, ishimizni ishimizni qilavering, boshqa ishlarimiz bor edi. Biz mana shularni tugatmasak, endi boshqa ishlarda ishimiz bor emas ada. Ma'qul jo'nda. Siz ishingizni qilavering, Ma'qul. Mishal qo'yib qo'yamiz. Bo'ldimi aldırganda? Aka. Voy. Ha, ishdan tushdingizmi? Ha, ishdan tushdim. Siz-chi? Voy, ma otomatik qarang bu aldırgansiri. Men o'ylay qoldirsangiz. Aldırışımı aldıraydım. Sizin avar qilamanmi? Hech qisi yo'q. Ha, ana bo'lsa. Remote telefon qilib qo'ygandim, kelib kirib baqsin bo'lmasa. Ishta qilaymiz. Ada? Ha? Mana. Mana motor pasaymi, oz gasaymi? Ha. Bo'lmasa, ishkili tarafga olsam tuqya. Ha, o'm buldi. O'm chiroq chiqdi. Ha. Ashta qo'taylar darsajmi? Bugun bizniki 20 yillik to'y xotir kuni edi, nafkam. Muborak bo'lsin aka. Rahmat. Buro, nedimiz 1 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi deb unutib qolmay tabriklab turatdik-da, ha? Shuning bilan nima bir necha yil bo'ldi xizmatning aldirashchiligi, uy tutimi, bola boqimi deb unutib ketdi-da. Uning jafoyi az emas. Ha, rost deysiz aka. Şoň bugun uni bir tuyuqsiz bir qo'shiq aytay deb oldimizda gulxonaga bir gul burib qo'ygandim-da. Shu gulni elib olsam nima bo'ldi deb tursangiz. Ma'qul aka, ma'qul. Sizning romantik aka. Farid adam gulni ko'spa qo'shib kutadigan bo'ldi-da. Mush xizmatni aldirashchilik qildim, to'y xotirkini o'zim tuqqanmabsiz. Rahmat. Ya bo'lmasa meni ashna oldida tushirib qo'ysangiz, taksi to'sab ketsam bo'ldi. Voy yo'q aka, gul ko'tarib, taksi to'sab turib ketsangiz joy yo'lda. Rahmat. Ma'qul, ishda qilib bo'lmasa. Ma'qul aka. Ye? Oy, şimdi benim bo'lgandim dey. Vay. Farida, siz nada? Ben uyda. Shu emasmi? O siz emas. Ne? Qaysi men emas? Yo'q, qiliq mashinadagi qizni da'votaman. Qaysi mashinadagi ayshimda? Voy ukam. Davud Guldoyagan yeliq qizni da'votaman. Davud Gulsoqqa? Voy jelim ukam. Men boya yo'ldan bo'yida saqlab turadi. Ha? Chiroyli bir qizni mashinada saqlab, tonish bir kelib dal yo'ldan bo'yida to'xtadi degan. O'shida qarsam, Ha? Davudga ishidagi qiz siz emasdan. Yontaq sepsilim shundan qarsam, o qizga yo'g'on bir best gulni berdi dana. Gulsoq qildi. Xato tonib qolgansiz ayshimda. Voy jinim ukam, boshqa birisini xato tonisammi-chi qarang. Sizning eringizni faqat xato tonib qolmayman. Davud shu. Ularni rasmini tortib oldim. Sizga avatib berdim, javob. Ular nerede? Ular g'olibiyat yo'lidagi Guldugunning oldida. Ular yantiqi mashinaga qizni elib, Yengasir mehmonxona tarafga qarab mangdi. Mehmon sarayga ketdi? Ma'qul, bildim. Ma'qul, xo'sh.
Şunu so'rab tikanda atigan. Tushdi bir yer chiqamsiz deb. Chiqma. Hozir bormay qishinga. To'xtab turish. Voyda ne bo'ldingiz? Nima bo'ldi? Shunday bo'yishib to'xtab turadi. Ay bo'ldilar, ishimizni qilaveraylik, ha? Sana deytimigan ne? Ha, men tushdi bir yer bormaydiganimni bilib. Anadagi haqni so'rab yurding degina? Endi ko'ramiz. Ha, bu ishlarni bir qilib tugayman mana. Chiroyli chiqdi. Bundaqa chiroyli chiqdi. Ushlab ketdim, muzdek suv kirmabsiz. Mana sizdan jo'shtirib o'taman. Men Bo'ldi, oz qoldi. voy, men o'tman mena. Bular. Voy, japarma. Şimdi yapmayla. Ay. Lay lay. Lay 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 lay. Bundalı bense olmaz. Bir iki kız çıraylık yap desem buladı. Sıyırdı gel. Bulmak dek. Kadirli gel. Mutasırla ozup kaldı değil mi bu? En yakısı. Foton. Capa çektin la. Müştakil değil. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Oy oy. Lay lay. Hey! Oy oy oy. Müşkuloslu bu oyda. Siz kim ha? Ha, Gülak agam da bunlar cozun su yap. Çıktıyorum ama da kakagam dedi koyayım ha. Hey! Oy oy. Kimsin la? Oy, siz kim ha? Ben öyünün iyisi kupayı. Onundan kanına birine mi? Ben çöndüreyken ben. Ha, uyga kep bulduk deyli. Kep bulduk. Kim bu? Mama? Da almaydigan bu. Çıkarmam endi üstüge. Çıkay bo'ldi. Voy, Davut aka. voy. Ha, sizmi? Bekle. Mana Davut akangiz. Xotun. Uy, bek nomus qilmay Davut aka deb orqadan uyga chiqoqlab keldingizmi? Ha? Ağzını jume. Men og'zimni yumam deb, men ishga birdan birlashib, men og'zimni yumadigan bo'lib qoldim mana uyda. Ha? Ağzını jume. Ne qilishni oladi? Ne qilayotganchilik bu? Voy siz nereden payda oldunuz hem de? Ya bu mininki bu. Acayip bir iş yok kaldı ha. Siz mi ya baldırak deb qo'ymay adamga? Kızık gap qildi kense. Boldu deb qo'ysam seni qanday hayron qoldirma. Sen hamma odamni besaramjon qilding. Men bunda bo'lishini nadim bilay. Xudo. Odam degan bog'u, hamma ishni bog'u eski tarafga buyursak bo'lmaydi. Uqdingmi? Uqdim. Shu aka, gapingiz to'g'ri bo'ldi. O'tirib o'qishmas ekan bo'lsa, bizim qaytli aka. Ha? Qaytaydi. Nima qaytaydi? Voy.
Ay, singlim bek sat oldu. Oldinglarda bek xijilman rast gap qilsam. Hay, mundaq qilayli. Men tamoqni hamman tayyor qilib qo'ygan. Bugun ondan yig'ilibdik. Mush fursatda. Shu bugungi ma xotir kunimizni birga o'tkazmayli. Men birdan chiqimi tamoqni. Ashta qilayli. Bo'ldi, dada, bo'ldi. Vaqt bir berib qoldik, qaytaylik. Mening ozroq ishim bor dada, biz qaytaylik degan. Manda qilayli xotin. Bularni mo xijil qilmayli. Ishi bo'lsa, mansin. Bek sat oldu ya, bek sat oldu. Ma'qul. Ve kötürüş bir. Rahmat aka bo'ldi. Aka adamdan ber. Xotin bo'libdi. Güzel bo'ldi. Ma'qul. Quruqlama Voy, yoqdi. Ma'qul, xo'shamsa? Ma'qul. Xotin. Bugünkü ma iş vağı bizge bir tecrübe sabah olsun. Şu. Konularda bir gap bağı. Anlaganga işenmey, köygenge işen deydigan. Biz ağı bununlakin her qanday ishda öpkimizni besivlep, ishning oldi-keyini qarab, uninglakin bir ish qilayli. Ma'qul. Lekin bugun uyni pek chiroyli bezatgansiz. Rahmat sana. Ay. Sizin güzeliniz mi? Sizga rahmat. Xo'sh olgan bo'lsanglar. Hamro bo'lsin biz